O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi arafasida Chust tumanidagi Yangiariq hamda G'ovasoy sohili mahallalarida joylashgan 43 va 45 umumta'lim maktablarida tantanali ochilish marosimlari bo'lib o'tdi. Dastlab Chust tumani hokimi Baxtiyorjon Salimjonov boshchiligidagi faollar Yangiariq mahallasida joylashgan 43-maktabda bo'lishdi. Gap shundaki, joriy yilgi investitsiya dasturi ijrosi doirasida maktabning 180 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlandi. Shuningdek, bu yerda yana 180 o'rinli qo'shimcha bino qurildi. SD Karamat Building MChJ tomonidan amalga oshirilgan bunyodkor ishlarga 8 milliard 800 million so'm mablag' sarflandi. Tuman hokimi ta'lim sohasida amalga oshirilgan bu kabi savobli ishlar muhtaram prezidentimizning yosh avlod kamoloti yo'lida amalga oshirmoqchi bo'lgan ezgu maqsadlar ro'yobining dengizdan tomchisi ekanligini ta'kidladi. Vaqti yetib yurtimizdagi har bir maktab, har bir ilm maskani mana shunday zamonaviy qiyofaga ega bo'ladi. Bunday dargohlarda ta'lim tarbiya topayotgan yoshlarimiz yurtimiz sharafini yanada yuksaltiradi, dedi hokim o'z so'zida. Tantanada so'zga chiqqan faxriy muallim Yunusali Qanoatov jumladan shunday dedi. O'ng ko'z bilan qarashi va bugungi zamon talabi bo'lib, mana shunday katta zamonaviy bino qurildi. Hammalaringni mana shu bino qurilishi bilan maktabda qo'lga kiritilgan katta yutuqlaringiz bilan chin qalbim bilan tabriklayman. Shundan so'ng tuman hokimi va uning faollari maktabda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Amalga oshirilgan ishlardan mamnunlik, rizolik izhor etdilar. Xuddi shunday tantanali tadbir G'ovasoy sohili mahallasida joylashgan 45-sonli umumta'lim maktabida ham amalga oshirildi. Faollar Chelsea qurilish dizayn MChJ tomonidan qayta ta'mirlangan 320 o'rinli, shu bilan birga tubdan yangi qurilgan 300 o'rinli qo'shimcha o'quv binolarida yaratilgan shart-sharoitlarni borib ko'rishdi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan mahalla faoli, faxriy o'qituvchi Zuhraxon Sheraliyeva yurtimizda olib borilayotgan bu kabi natijador islohotlar uchun muhtaram prezidentimizga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Prezidentimizga rahmatimizni aytamiz va mana shu yo'lda qadam bosib hammamiz yaxshi o'qib, o'sha prezidentimizga o'zimizni yaxshimiz bilan, yaxshi o'qishimiz bilan labbay deb javob qaytarishimiz kerak. Saidi Olim Abdurahmonov, Akbarjon Mansurov, Furqat Mahmudov viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.